Faqat pensiya haqida ajoyib yangilik. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda fuqarolar pensiyalari endi avtomatik tayinlanadi. Fuqaroning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar vazirlik va idoralarning elektron bazalaridan olinadi. 2025-yil 1-martdan boshlab yoshga doir fuqarolarning murojaatisiz avtomatik tayinlanadi. Bu haqida Pensiya jamg'armasi matbuot xizmati xabar bermoqda. 2024-yil 1-yanvardan boshlab quyidagilar joriy etildi. Fuqarolar pensiya tayinlashni so'rab qo'shimcha ravishda Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurgan holda yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn murojaat qilish huquqi berildi. Shuningdek, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiyalar avtomatik tarzda, ya'ni hech qanday hujjat talab etmagan holda va fuqaroning murojaatisiz tayinlanadi. Fuqaroning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar vazirlik va idoralarning elektron bazalaridan olinadi.